Telefonning kamerasi 200 megapiksel bo'lsa, yaxshi rasmga yoki videoga oladi deb o'ylaysiz. Aslida bu xato, chunki megapiksel rasm sifatiga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Undan oldin obuna bo'lib qo'ying. Megapiksel rasmni nechta nuqtadan iboratligini bildiradi. 200 megapiksel 200 million nuqta degani. Bu faqat rasm hajmini belgilaydi, sifatini emas. Oddiy misol, A4 qog'ozi bittasiga 200 million nuqta, yana bittasiga 12 million nuqta qo'yilsa, ko'zingiz farqlay oladimi? Kamera sifatini asosan sensor hajmi belgilaydi. Katta sensor ko'proq yorug'lik bilan rangli va aniq rasmga oladi. iPhone 15 Pro ning 48 megapikselli sensori birdan 1.28 dyum hajmda. Ko'p arzon telefonlarning 200 megapikselli sensori esa birdan 208 dyum. Bu aslida 4 barobar kichik. Ya'ni bu formatda mahraj qancha kichik bo'lsa, sensor shuncha katta bo'ladi. Linza sifati, chip va dasturiy optimallashtirish bular ham sensor bilan birga ishlaydi. Shuning uchun ham iPhone yoki Google Pixel kichik megapiksellar bilan raqobatchilarni bemalol yutib qo'yadi. Keyingi safar telefon olayotganda megapikselga emas, sensor razmeri, chip va linza brendiga qarang. Gaplashamiz.